Do'stlar, assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan benzinli mototsikl hamda benzinli skuterlar haqida gaplashamiz. Barcha assortimentlarimiz yetib keldi. Hozir sizlarga buni birma-bir obzor qilib beramiz. Ya'ni bu 400 talik Kawasaki Ninja modelimiz. ABS sistema, old-orqa zitkichli tormoz. Bu MX modelimiz. Bu mahsulotimizni tan narxi $3000. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatini tashkillab beramiz. Bu mahsulotimizni tan narxi $1100, MX hisoblanadi. Yuziga 3 ta to'rtta rasxod qiladi. Bu Tiger skuterimiz $950 hamda tank modelimiz $900 dan. Hozir bilan birma-bir buni ko'rib chiqamiz. Ustali injektor motorli ABS sistemasiga ega bo'lgan ushbu Kawasaki Ninja modelimizni chiroyli joylaridan boshlayman. Ya'ni bokovoyi, Ninja bokovoylar qo'yilgan. Orqa tarafni ko'rish uchun qulay moslama. Oldida ABS sistema bo'ladi. Ya'ni bu joyda kolodkaga alohida, ABS sistemaga alohida kabel kelgan va uni to'sqichi bilan jihozlangan va bu disklari tillaranga bo'yab qo'yilgan. Motor injektor motor. Motor injektor motor, mana bu joyda datchiki bo'ladi. Moyini bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu joy tormoz, ya'ni orqa tormoz hisoblanadi. Yaxshi akrapovichdan qo'yib qo'ygan, ovozlari juda ham baland. Hozir ovozini eshittirib ko'rsataman. Mototsiklni o't oldirganingizdan so'ng albatta 2-3 daqiqa gaz berishdan oldin qizdirib olish kerak bo'ladi va shundan keyin bemalol gaz bossangiz bo'ladi. Darhol o'tatib gaz berib olsangiz, bu sizcha mototsiklni motoriga kuchlanish bo'ladi. Va siz hozir yengil gaz berib ko'ramiz. Ovoz juda ham baland. Oxirigacha gaz bermadim. Ovoz juda ham baland va ko'chada haydaganingizda где-то 1 kilometr masofada kelayotganingizni oldida haydovchi yoki odamlar sezib turadi. Bu mototsiklimiz boshqa mototsikllardan farqi orqa mayatnigida juda ham baquvvat po'lat va alyuminiy aralashtirilgan mayatnikdan qo'yilgan. Mana shu mayatnigi bilan farq qiladi va boshqa Kawasaki modellardan buni oldi qismi video registrator. Ya'ni video registratori bor bu yerda. Buni ilovasi bor. Ilovasi orqali bosib o'tgan yo'lingizni masofasini, qanaqa yurganlaringizni bemalol ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Bakiga keladigan bo'lsak, 18 talik bak, yuziga 4 ta 5 ta rasxod qiladi. Rasa qattiq bosganingizda 5 tagacha yuradi. 2 kishi harakatlansa bo'ladi bunda. Orqasida 2 kishi harakatlansa bo'ladi. Ushlash uchun mana bu joyda alohida orqa passajir uchun narsa qo'yib ketilgan. Mana bu oyoq qo'yish uchun joy. Bu zitkichli tormoz sistemasi yetkazib oldiradigan joy. To'g'risi keladigan bo'lsak, elektron tablo bo'ladi. Bu elektron tablo kunduzi oq bo'ladi, kechasi qora bo'lib almashib turadi, ya'ni moslashadi. Adaptivniy tablo, elektron tablo, taxometr 14 talik, 6 ta korobkali bo'ladi. Suv datchik hamda benzinlarni shu joydan ko'rib tursangiz bo'ladi va bosib o'tgan yo'lni ham shunda ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha avariyniy knopka va bu joyda ham avariyniy knopka bor. Bu mototsiklimizni maksimal tezligi apkatkadan chiqqandan keyin 165-170 gacha chiqadi. Apkatka jarayonida 140-145 yuradi. Apkatkaga 1000 kilometrda yaxshi olib chiqsangiz apkatkadan chiqadi. Endi ko'pchilik talabiga binoan MX skuterimizni to'liq obzor qilamiz. Birinchi oldi qismi farasidan boshlaymiz. Oldi faralar Suzuki'ga o'xshash, ya'ni Suzuki'da olingan va dugalar qo'yilgan va yana qo'shimcha bu joyda faralar qo'yib ketilgan. Ikkita qo'shimcha LED hamda bunda ham elektron tablo bilan jihozlangan. Elektron tablosida benzin hamda akkumulyator quvvatini va оборотni ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Ikkisli tormoz bilan jihozlangan va bunda eng chiroyli joyi multimediasi ham bor. Multimediasini ko'rsataman. Mana ikkita kolonka, ikkita kichikroq hamda pishalkasi ham bor. Multimedia tizimi juda ham zo'r, maza qilib musiqani eshitsangiz bo'ladi. Bu o'xshagan bunaqa narsa qo'yib ketilgan, karbonga aralash plasmasda qo'yib ketilgan. O'rindiqlar 2 kishiga mo'ljallangan. Bu joyda haydovchi uchun alohida qulayroq va orqada yana yo'lovchi uchun joy qo'yib ketilgan. Yukxonasi bor. 150 kub bo'ladi. Maksimal tezligi 100 km/soatga chiqadi. Yaxshi benzin quysangiz, 92-95 benzin quysangiz yaxshi, 80 ga ham yuraveradi. Hozirda nalichida qora hamda oq qora kombinatsiyalardan sotuvda bor. Mahsulotimizning narxi $1100. Bemalol o'zimga qo'ng'iroq qilib xarid qilishingiz mumkin. Buni masofadan pultda ham o'tatsa bo'ladi. Nalajenalar oling.
eng qiziqarli joyi bu skuterimizni ABS sistema bilan, ABS tormoz sistemasi bilan jihozlangan. Bu sizga juda ham yaxshi komfort beradi. Yomg'irli, qorli, suvli havolarda bemalol yumshoqqina to'xtab olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga tanish bo'lgan tank modelini obzor qilamiz. Bu tankning eng full varianti. ABS sistemasi bor, ya'ni ABS sistema orqali tormoz bilan jihozlangan, katta diski jihozlangan. Yuziga 3 ta 4 ta rasxod qiladi. Orqada yangiliklari yukxona, qo'l to'sqichi, ikkitali jitkichli hamda mana bu havoni ro'paradan keladigan havoni to'sadigan qurilma qo'yilgan. Bunda multimedia yo'q. Bunda lekin o'sha pult orqali o'tadigan tizimi bor.